Xrustiyaşlıklaringiz yo'qmi? Ha? Xrustiyash bor-ku, detskiy. Shularda yo'q. Qarang, anavi juda ham nervini uxlamaydigan, energichniy bolaga nimalar tavsiya qilasiz, Emiliya? Yoshi nechida? Yoshi 3 yoshda. 2,5 yosh. Там он этот men tomizlash kerak. Men hozir vitaminlardan bering, omega 3 dan bering dedim-da. Omega 3 yozadi. Tinchlantiradi-ku Bosh ham. miyaga. Masalan, bizlar omega qachon beramiz? Bolalar yaxshi o'qisin deb beramiz. Vitamin tinchlantiradi. Shu boynagi mening qizim toza sho'xda, shu omega 3lardan, vitaminlardan ichadi-ku. Shu bilan texniy bo'lib yuradi, ancha tinchlantiradi-da baribir. Uni ham bolasi, uni jiyanimiz ham Convolexmi, Pantogon siropi bor-ku, tinchlantiradi. O'shanaqa ichganda. Undan keyin vitamin ichmagan.